Qonun bu jamiyat tamal toshi, ammo ayrim qonunlar bor, ular nafaqat yurtingizda, balki butun dunyoda tilga olinadi. Qanday qilib va nega? Bugun biz siz bilan birga insoniyat tarixini o'zgartirgan, hatto zamonaviy hayotimizni shakllantirgan qonunlar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'ling, chunki bu oddiy qonunlar emas. Nyutonning harakat qonunlari. Fanga revolyutsiya bergan kuch. 1687-yil Isak Nyuton Tabiat falsafasining matematik asoslari nomli asarini e'lon qiladi. Unda 3 ta oddiy ammo chuqur qonun bor edi. Nyutonning harakat qonunlari bugungi fizikaning, muhandislikning va hatto sun'iy yo'ldoshlar harakatining asosi bo'lib xizmat qiladi. Har bir harakatga qarshi teng va teskari ta'sir bo'ladi degan prinsip bugun har bir samolyot parvozining ortida turgan haqiqatdir. Gordon-Mur qonuni. Texnologiyaning tezligi. 1965-yil Intel asoschilaridan biri Gordon-Mur bir g'oyani ilgari surdi. Har 2 yilda mikrosxemadagi tranzistorlar soni 2 barobar ortadi. Bu texnologik poyganing qonuniga aylandi. Gordon-Mur qonuni bugungi kompyuterlar, sun'iy intellekt va internet tezligining ildizida yotadi. Bu qonun hatto texnologik taraqqiyot rejalashtirishda strategik vosita bo'lib xizmat qiladi. Pareto qonuni. 80-20 qoidasi. Italiyalik iqtisodchi Vilfredo Pareto 1896-yilda shuni aniqladiki, natijalarni ko'pincha kam sonli omillar belgilaydi. 80% ta'sir, 20% sabablar hisobiga bo'ladi. Bugun bu qonun nafaqat iqtisodda, balki menejment, ta'lim, hayotiy odatlar, hatto ijtimoiy tarmoqlarda ham ishlaydi. Misol uchun, YouTube'da 80% ko'rishlar 20% videolarga to'g'ri keladi. Entropiya qonuni. Tartibdan betartiblikka. Ikkinchi termodinamika qonuniga ko'ra har qanday yopiq tizimda entropiya, ya'ni betartiblik ortib boradi. Bu qonun nafaqat fizikada, balki hayotimizda ham ko'zga tashlanadi. Narsalar tabiiy holatda yemiriladi, energiya isrof bo'ladi va faqat ongli harakatgina tartibni tiklaydi. Parkinson qonuni. Ish qancha vaqt belgilansa, shuncha cho'ziladi. 1955-yil britaniyalik tarixchi Siril Parkinson shunday yozadi: ish o'ziga ajratilgan vaqtni to'liq egallashga moyil. Ya'ni sizga bir topshiriq uchun 1 soat yoki 1 hafta bersalar ham uni aynan shu vaqt ichida tugatasiz. Bu qonun bugun menejment, vaqtni boshqarish va ta'lim tizimlarida strategik jihatdan qo'llaniladi. Fokus yo'q joyda vaqt yo'qotiladi. Qayta aloqa qonuni. Nima eksang, shuni o'rasan. Fizikada bu rezonans, inson munosabatlarida esa kommunikatsiya tamalidir. Qayta aloqa qonuni shuni bildiradiki, har qanday tizim, bu inson miyasi bo'ladimi, ijtimoiy tarmoq yoki jamoa o'ziga yuborilgan ma'lumotni tahlil qiladi va unga javoban ijobiy fikr, ijobiy javob tug'diradi. Salbiylik ayni shunday salbiylik bilan qaytadi. Bu sabab ham bugungi kommunikatsiya eng muhim kapitalga aylangan. Boshqaruvchanlik qonuni. Qanday qilmoqchi bo'lsang, shunday bo'ladi. Har qanday jarayonni boshqarish mumkin bo'lishi uchun uni o'lchash mumkin bo'lishi kerak. Bu qonun menejment va texnologik tizimlar boshqaruvida asosiy tamoyil. Kompaniyalar daromadini, ishlab chiqarishni, hatto inson salomatligini kuzatib borish bu boshqaruvning kalitidir. Qonun shunchalik oddiy, ammo kuchli. O'lchamagan narsangni boshqara olmaysan. Murfi qonuni. Xatolik imkoniyati bo'lsa, u albatta ro'y beradi. Murfi qonuni 1949-yilda AQSh harbiy havo kuchlari tomonidan olib borilgan eksperimentda tug'ildi. Tajribalar vaqtida bir muhandis, ya'ni Edward Murphy noto'g'ri ulab qo'yilgan sensorlar tufayli tajriba muvaffaqiyatsiz bo'lganidan so'ng shunday degan: agar biror narsa xato ketishi mumkin bo'lsa, u albatta bo'ladi. Ushbu ibora hazilga o'xshash tuyulsa-da, u bugun aviatsiya, muhandislik
dasturlash va xavfsizlik tizimlarida ehtimoliy muammolarni oldindan hisobga olish tamoyiliga aylangan. Hatto NASAning kosmik missiyalarida ham Murfi qonuni hisobga olinadi. Kitlin qonuni. Qonunlar faqat ular ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati bo'lsa ishlaydi. Kitlin qonuni oddiy va o'tkir. Agar siz qonunning ijrosini nazorat qila olmasangiz, u ishlamaydi. Masalan, svetoforlar, tezlik cheklovlari, internetdagi yosh chegaralari barchasi nazorat qilinmasa, ularning mavjudligi faqat qog'ozda qoladi. Kitlin qonuni bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yolg'on ma'lumotlarga qarshi kurashda, soliqlarni yig'ishda va hatto xalqaro qonunlarda ham qo'llaniladi. Nazorat qonunning kalitidir. Gilbert qonuni. Insonlar nimani qilayotganini tushunmay turib ham uni boshqarishga urinadilar. Gilbert qonuni buyuk sarkazm bilan aytilgan, ammo u haqiqatga yaqin. Har qanday tashkilotda odamlar biror narsani tushunmay turib ham uni nazorat qilishga harakat qilishadi. Bu qonun ayniqsa byurokratik tizimlar, yirik kompaniyalar va hatto hukumatlarda ko'zga tashlanadi. Tushunmasdan boshqarish bu muammolar ildizi. Gilbert qonuni menejment sohasida ko'p esga olinadi. Bu tushungan holda harakat qilgan liderdir. Wilson qonuni. Agar yomon xulq-atvor jazosiz qolsa, u yanada kuchayadi. 1982-yilda ijtimoiy olimlar James Wilson va George Killing tomonidan ilgari surilgan bu nazariya shunday deydi: agar biror bir jinoyat yoki tartibsizlik jazosiz qolsa, bu atrofdagi boshqalarni ham jinoyat qilishga undaydi. Bu qonun asosida Nyu-York shahrida 1990-yillarda tartib-intizomga qat'iy e'tibor qaratildi. Bu nafaqat mayda jinoyatlar sonini kamaytirdi, balki og'ir jinoyatlar ham kamaydi. Beparvolik jinoyatning ildizidir. Falkland qonuni. Agar biror masalaga aralashish shart bo'lmasa, aralashma. Falkland qonuni ko'pincha siyosiy va ijtimoiy muammolarda ishlatiladi. Bu qonunning asosi shundan iborat: biror masala o'z-o'zidan hal bo'lishi mumkin bo'lsa, unga aralashish muammoni kuchaytiradi. Ushbu atama nomi Falkland orollari mojarosi bilan bog'liq bo'lsa-da, bu qonun ish joylarida, oilada va hatto xalqaro diplomatiyada o'z isbotini topgan. Ba'zida eng yaxshi yechim bu jimlik va kuzatishdir. Ko'rdingizmi? Qonunlar bu faqat hukumat va sudlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar emas. Ular bizning fikrlash tarzimiz, harakatlarimiz, texnologik rivojimiz va inson sifatidagi o'sishimizni boshqaradi. Ba'zilari fizikaning asosida, ba'zilari inson psixologiyasida. Ammo ularning bari bir haqiqatni isbotlaydi. Tartib bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Va shuni ham unutmangki, ba'zida eng kuchli qonunlar qog'ozda emas, ongimizda yozilgan bo'ladi. Ushbu qonunlardan qaysi biri sizning hayotingizga eng ko'p ta'sir qilgan? Izohlarda fikr qoldiring. Agar sizda o'zingiz bilgan yana shunga o'xshash qonunlar bo'lsa, biz bilan bo'lishing. Obuna bo'lishni unutmang, chunki navbatdagi videolar siz kutgan haqiqatlarni ochib beradi.